Aka, Assalomu alaykum obunachilar. Bugun videoda oxirigacha ko'rasizlar, qo'ydi sorti bilan ham, zoti bilan ham talashaveradigan zo'rlar keyin. Barakasini bersin. Bekzodbek, bugungi aka videoda maza qilib ko'rishadi. Haqiqiy chertib, qo'ydi qo'ramda zo'rini ishqivoschilikqa boqaman degan akalar bugun menga aloqaga chiqishadi. Toza arashanni boqaman degan. 3 partiya qo'y qo'yamiz. Toza Qirg'iziston Bishkek yuragidan kelgan qo'ylar aka bular. Hurmatli tomoshabinlar, kechki dasturlarimizga akalar Qirg'izistonda naq bo'g'oz so'liqlar chiqadi akalar. Mana bu video syomkamizni e'tibor bilan ko'ring. Mana bularda akalar sifati ham, sorti ham, xudo xolasa sizga yaxshi tanlov bo'ladi akalar. Aytamiz akalar, so'liqni sifati, zoti yaxshisini oling, ertaga akalar qo'lsini olganingizda xudo xolasa buni narxi ham chiqib ketadi akalar. Oxirigacha ko'rib layklarni bosib qo'yasiz. Assalomu alaykum hurmatli Chorbo'zoy YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa haftaning seshanba kuni 20-yanvar 2026-yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Ya'ni akalar qo'ydi mana zo'rlan olib kelishdi. Bekzodbek ukamizni qo'ralariga kelganmiz akalar. Bugungi video syomkamizda akalar Qirg'izistonda velikan so'liqlar akalar. Sifatli, naq bo'g'oz, xudo xolasa qornlar tashab, bo'g'oziga alomatlar bilinib qolgan bir 3-4 partiya bo'g'oz qo'ylarimiz chiqadi. Videoda oxirigacha ko'rib layklarni bosib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa Bekzodbek ukamizdan to'liq ma'lumotlarni beramiz. Bekzodbek, Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum obunachilar. Bugun videoda oxirigacha ko'rasizlar, qo'ydi sorti bilan ham, zoti bilan ham talashaveradigan zo'rlar keyin. Barakasini bersin. Bekzodbek, bugungi aka videoda maza qilib ko'rishadi. Haqiqiy chertib, qo'ydi qo'ramda zo'rini ishqivoschilikqa boqaman degan akalar bugun menga aloqaga chiqishadi. Toza arashanni boqaman degan. 3 partiya qo'y qo'yamiz. Toza Qirg'iziston Bishkek yuragidan kelgan qo'ylar aka bular. Bekzodbek bugungi zo'rlar kelibdi-ku. Birinchi partiyamiz nechta soni? Birinchi partiyamizga 20 dona bir pachka aka. Naq bo'g'ozmi bular? Toza, hammasi yelin tashib, qorin tashiyotibdi aka. So'liqlarda sifati ham zo'r akalar, rangi ro'ylariga ham e'tibor bering. Xudo xolasa suyagi ham katta. Hop, nechladingiz buni? Buni 20 dona bir pachka. Bir pachka akalar. Bir kishi oladigan ekanda so'liqlarda. Bir yeriga bir kishi oladigan aka. Tishlari ham yosh, hammasi ikkinchi qoringa. Hammasi ikkinchi qorin. Hammasi ikkinchi qoringa. Xotirjam tekshirib olishaveradi. Kattasi yo'qmi? 6 tishi bo'ladi bo'lsa qo'y bekariga. Hammasini ko'rib ko'zimiz bilan olamiz. 2 tishi bor, bir 4 dona, qolgani 4 tishdan aka. Qolgani 4 tishdan akalar. Bo'ylari ham menimcha bo'ylar aka 90 ga olishaveradi. Metrda uradi bo'ylar, xudo xolasa. Bunday qilamiz, Bekzodbek, buni telefon qilishsa, xudo xolasa o'lchab beraverasiz. Behijolat, u ag'idan aka qolgan ma'lumotni hammasidan imkon boricha aytaman aka, imkoniyatlari bo'lsa, kelishsin, lokatsiya sotib beraman, tepasida ko'rib olishadi qo'ydi. 85 atrofiga olishaveradi, Bekzodbek. Behijolat aka. Endi borgandan keyin 1 santimetr xursand bo'lasiz, xudo xolasa. Mana shu qo'ylarni qarang aka. Voh, o'sha ham bo'lmadi endi. O'zi tulayapti ekan, o'zi bu. Qo'ylar tulab qolgan. Hammasi mana kellagar bunisiga e'tibor bering akalar. Mana bu qo'ylarda akalar sizga qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin qo'yda aka tepasiga kelgan odamga akalar bittada yoqadi qo'ylar. Xudo xolasa sizga narxi va sifatini chiroyli qilib kelishtirib beramiz, narxlarni ham o'shaning uchun akalar kelib savdosini qilib olasiz aka qo'ylarni. Bekzodbek, yeb-ichari so'rimiz aka, yeb-ichariga 10 kunga garantiya beraman. Yedirib, ichirib ko'rishaveradi, xotirjam. O'zimiz yedirib, ichirib ko'rdik aka. Yeb-icharidan umuman problema qilishmasin. Aka, bitta narsani ahamiyat berishadi, qulog'idagi sirg'alog'iga ahamiyat berishadi. Bitta cho'ponni, bitta uyda qo'y aka, hammasi. Bittadan o'zini qo'ylari tug'gan qo'ylar, bittadan bolasini olgan sotgan aka. Biz ham bir pachka oldik, bir pachka qilib xudo xolos sotamiz. Qancha deymiz 20 tasiga? Bir joyga bo'ladigan bo'lsa. Aka, o'zingiz misol shunchadan buni video olib boshqaga yuribsiz, xolis aytaverish kerakda, qo'y arziydigan narx qo'y beramiz. Qo'y zo'r. Dangalini aytaverish kerak. Men o'zim ham qo'yda aka ancha talashib oldim. Qo'y yaxshi qo'ylik uchun ancha talashib oldim. Lekin kelishsin, xudo xolasa kelishganiga afsuslanmaydi. Bir joyga olamiz deysa aka 9 million, 8,5 million qilmayman. 8 million so'mdan aytgan joylargacha dastavka qilib borib beraman. 8 million so'mdan optimiga. 8 million so'mdan aytgan joylariga olib borib beraman. O'ra akalar, lekin buni Qirg'izistonda akalar to'g'risi aytganda qo'shqor qo'shilgan mana bu qo'ylarni ko'ring akalar. Orqalarini shirokkeligini ko'ring, dumbalarini ko'ring aka. Lekin Bekzod past hammasini qorinlar tashib yellar osilib qolibdi buni. Aka, hammasini xuddi shunda aytganingizdek. Mana akalar. 8 million so'mda o'tadigan joyi ham bormi buni? Aka, telefon qilsin, xayrini qilib beraman 8 milliondan. Mana akalar, telefon qilsa, ayda qolasa o'tadigan joyi bor akalar. Endi buni Bekzodbek qancha bir kelishamizda telefon qilsa? Telefon qilsa aka, ikkita davlat kelishyapti, biz ham kelishtirib beramiz aka.
Telefon qilsa akalar kelishilaveradi. Ish qo'zi bo'lsa, mana shu pastda raqamlar qo'yib qo'yamiz. Bekzod Bekti raqamlarini. Xohlasangiz aka, buni yakkalab bitta ikkita oling. Xohlasangiz aka xohlasa tanlab olsin, pulga olishyapti. Xohlasa kelishsinda tanlab olsin, umumanligisi yo'q. Oyog'idan ushab yoqqanni tanlab olib ketaveradi, kelishamiz. Tepasiga kelishamiz aka. Video davomida olishaman deydigan bo'lsa aka, 200 ming so'mdan belus qilib yoqqanini olsin, mayli. 8 million so'mni optimaga akalar, xayri barakasiga o'tib beriladi. Maqsad buni sotish akalar. Telefon qilavering, ish bitadi. Pastda raqamni qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa tishini ochib, video syomka qilib, bo'ylarini o'lchab menga tashlab ber deb turib, to'liq ma'lumotlarni oladigan bo'lsalaring akalar, tashlab o'zlaringga to'liq ma'lumotlarni berishaveradi aka. Kelishsa tepalarida turishadi aka. Tanlashadi, tanlagan qo'ylarini tishini ochib beraman aka, bo'yini o'lchab beraman, qo'y yoqishsa olishadi. Nimaga pulga olishyapti-da? Buni dangalaytiraman, videoda har xil ko'rinadi-da. Ko'pchilik obunachilar. Bekzod, mana shu yaxshi sog'liqdan ertaga chiroyli qo'zlar tug'ib qolsa, narxi boshqa bo'ladi. Aka, ushalmayapman, dangalaytiraverin. Ushaganimda 2 tishini ko'rsatib qo'yardim. Shuning ichida 2 tish qo'ylar bor, 4 dona. 2 tish. U degani o'tgan yilgi qo'y aka. 14 oy, 13 oylik qo'ylar ana shular. Bolasi ko'tidan tushadigan bolani o'shanda chamin olishaversan aka. Endi akalar, buni to'g'risi gap, sifatli sog'liqda yaxshi sariq qo'zlardan yoki qanaqa bo'lsa ham sifatli yaxshi qo'zi tug'ib beradigan bo'lsa akalar, xudo xolasa buni narxi ham, xudo xolasa akalar bebaho bo'ladi. Bundan keyin aka yaxshi sog'liq qilib 5-6 yil bolasini olaman degan akalar bo'lsa, mana shu telefon qiling akalar, pastda raqamlarga. Aka, ichida yurgan qo'chqari ham kichkina qo'y bo'lmagan. Dangalaytish kerak-da. Qo'chqarining bo'yi 1.5 sm bo'lgan aka. Taysil zotli kilichkadagi qo'chqar bo'lgan. Xudo xolasa buni ham ko'tidan tushadigan bola arziydigan qo'y bo'ladi. Maza qilishadi obunachilar aka. Telefon aloqaga chiqarasizlar akalar, biz bo'lmasam keyingi partiyalarimizni ko'ramiz. Oxirigacha ko'ring, qo'yni zo'r oxirigacha chiqadi akalar. Hurmatli tomoshabinlar, mana keyingi partiyalarimiz akalar, bu ham sifatli, xudo xolasa chiroyli varianti. Bekzod, bular ham bo'g'ozli narxmi? Bular ham aka, xudo xolasa 100 tali bo'g'oz. Bo'g'ozlar garantiyasi bor deyapti. Bularni ham bo'ylari o'rta bo'y ekan, Bekzod. Bularni ham bo'yi 85 chiqaveradi. Badani ozini oriqroq aka. Ammo Qirg'izistonda toza sortli qo'y aka. Mana akalar. Qirg'izistonda sog'liqlarini akalar so'ragan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu sog'liqlarni tavsiya qilamiz aka. Nechta buni soni? Aka, buni soni ham 20 dona. 20 ta bir pachka bu ham, ha, bir pachka aka. Bular 2 tish, 4 tish. Bundan keyin qanaqasi chiqadi? Bundan keyingisi bundan sal narx yengilroqlari, buni yungi yo'qlari chiqadi aka. Mana akalar. Xudo xolasa qiziqqan ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, narxini ham kelishtirib beriladi. Bo'ylarni akalar shu 85 plus minus, ya'ni 80 dan 85 gacha degan bo'laveradi. Ha, 80 dan 85 gacha ham olishaversin. Qo'yni zotini olishsin, maza qilishadi aka. Sorti yaxshi ekanlar. Endi Qirg'iziston so'qlari akalar to'g'risini aytganda, hozirgi kunda dalamoli ham akalar to'g'risini aytganda o'tmayapti Qirg'izistondan. O'shancha mana bu zotlarni sizga tavsiya qilaman. Bekzod, buni qarang. Bir gapda qancha arzon bersa shuncha yaxshi aka. Bo'ldi aka. Kelishtirib ayting, bir joyga bo'ladigan bo'lsa. Narigilar 8 milliondan qo'ydik aka. Mayda-chuyda qilganda keragi yo'q. Bular ulardan ozgina farq qiladi, lekin sifatiga talashaveradi. Bir joyga olishsin 7 million so'mdan aka. Barbar aka olishsin. Maza qilsin. O'tib beramizmi? O'tib ham beraman. Bexayr ish bo'lmagan aka. Telefon qilsin, o'tib ham beraman. Realni gapiring Bekzod, bitta. 100 ming so'm obunachilarga 100 ming so'm 100 kilo boladan aka. Barbar aka, 6 million 800 ming so'mdan. 6 million 800 mingdan bir yerga ketdi aka. Mana akalar, 68 dan bir joyga bo'ladigan bo'lsa akalar, to'g'risini aytganda qo'ydi holatiga qarab qo'yiladi akalar. Tepasiga kelib, realni ko'z bilan ko'rib oling akalar. Yo'lni bo'yida joylashgan qo'y ferma. 6 million 800 ming so'mdan yakkala bitta ikkita oladigan bo'lsalar kelishiladi. Kelib, laga sotib beramiz, tepasida ko'rishsin qo'yish kerak. Bu suyagi yaxshi ekan, lekin badanda farq bor ekan, menimcha. Badan endi dalavajda aka, ozini o'zlariga moslab olishadi. Bu qo'yda aka, dangalaytavering, olib boqqan odam o'zi juda yaxshi biladi. Qirg'izistonning sog'lig'i O'rta Osiyo bo'yicha ham nomer 1 bo'lib turibdi hozir aka. Bola berish bo'yicha ham, zoti bo'yicha ham, sifati bo'yicha ham birinchi o'rinda turibdi. Hurmatli tomoshabinlar, xudo xolasa narx to'g'ri kelgan bo'lsa, pastda raqamlar qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar kerak. Hop, bundan keyingi partiyamizda akalar, yana ham pul arzonroqlar chiqadimi? Puli yengili chiqadi bundan keyingi partiyalarimizni ko'ramiz akalar bo'lsa. Hurmatli tomoshabinlar, mana keyingi partiyalarimizni akalar sifatini ochiq oydin ko'rib oling aka. Mana yungi yo'q ustida kalta qilib olib qo'yilgan. Xudo xolasa mana bu so'llarda ham oyoq qo'li uzunligi, mana chorsligini ko'ryapsiz akalar. Bo'yni ham uzun, gazi ham uzun ekanda so'liqlarda. Bekzod, nechta buni soni? Bular turmas ekan aka, juda ekan. Buni soni aka 13 dona. 13 bosh. Hammasi bo'g'oz buni? Hammasi bo'g'oz, xudo xolasa. Yungi yo'q ustida, yungi olingan qo'ylar aka. Mana ochiq oydan ko'rib olsin. Qo'y mana shunday qo'y boradi uylariga, boshqa qo'y bormaydi. Qo'yda sifati, sorti, uzunligi, oyoq kesaklari, oyog'ining qalinligi zo'r. Maza qilib boqishadi. Yosh qanaqa bu qo'ylar? Yosh 4 ta hammasi aka. 4 ta.
Telefon qilishsa, xudo xolasa bo'ylarini o'lchab tashlab beraverasiz. Hamma ma'lumotini qilib beraman. Agar musofirdan telefon qilishadimi, boshqadanmi, hamma ma'lumotini beramiz. Nechta dedingiz buni? 13 dona aka. 13 bosh. Bo'g'ozigacha Bekzod buni. Bo'g'ozlar aka o'zi bilan tekshirib olsin. Xudo xolasa bo'g'oz qo'ylar emas. Alomati bor, qorin tashagan, boshqa qilgan qirg'izni qo'yi kechroq bo'g'oz bo'ladi aka. Bizga qaraganda 1 oylik keyin bo'ladi. Lekin uzunligi, gazi yaxshi ekanda qo'ylarda kerak. Gazi zo'r. Ochiq o'ydinda. Ekanda gazi uzunligi yaxshi ekan, beli uzun ekanda qo'ylarda. Xudo xolasa bola boqishda ham akalar yaxshi bo'ladi, gazi bor qo'y, qo'zini ham yaxshi beradi akalar. Bekzod buni qancha deymiz narxini? Aka, buni bir joyga olaman deyishadigan bo'lsa, obunachilar aka 6 million 500 ming so'mdan kamini ham qilib beraman aka. 6,5 million so'mdan. Shu o'zingiz aytgan gapingiz 100 kilolik gap bo'lmadi Bekzod. Aka 100 ming demayman, 200 mingdan xeyri 6 million 300 mingdan. Telefon qilsa yana gami bor. 6 million. Qo'ydi olaman, bir joyga tortaman 13 tasini deganga telefon qilsa yana xeyri bor. 6 million 300 ming so'mdan. 6 million 300 ming so'mdan kelar mana. Ish qo'vozi bo'lsa aloqa. Mana tepasiga kelsak ham bo'lar ekan akalar, qo'y yaxshi ekan lekin. Qo'ylar zo'r, joyni kengligini hisobiga tepasiga to'planmayapmiz aka. 6 million 300 ming so'mdan kelar. Ish qo'vozi bo'lsa o'ynab turibdi akalar. Sog'lomligi zo'r, garantiyasi bor. 10 kunga garantiya beraman, yedirib ichirib sanashaveradi aka. Telefon qilsa ishlab bitadi Bekzod. Telefon qilsa ishlarni xotirjam bitirib beramiz. Ko'ngil to'q qilsin. Bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, bitta ikkita oladigan odam ham telefon qilaversin akalar. Xudo xolasa bugungi Bekzodjonga sog'liq juda go'zallari kelibdi akalar. Like bosib, kanalimizni kuzatib, muntazam kuzatib turasiz akalar. Sizga yaxshi sog'liqlarni, qo'chqorlarni chiqarib ko'rsatib beramiz akalar. Xo'p, manzilimizni sizga bir qator eslatib qo'yamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Shavon mahallasi yo'lda bo'yida akalar. Lokatsiyalar yaqin, juda ham tushunarli lokatsiya, chunki yo'lda bo'yida akalar, adashmaysiz. Kelib ko'rib oling aka tepasiga. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasi bersin. Keyingi syomkalarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.